Uyg'urlarning bosh kiyimi shakl jihatdan qishliq teri tumoq, sidam do'ppa va gullik do'ppidan iborat 3 xil bo'ladi. Bu bosh kiyimlarning har qaysi turida yerlik rayon farqi ro'shan gavdalangan. Tumoq odatda Uyg'urlarning qishliq bosh kiyimi bo'lib, asosan teridan ishlanadi. Nusxa jihatdan oq tumoq, salba tumoq, so'g'i tumoq, kula tumoq, yangisar tumoqi, keriya tumoqi, sag'on tumoqi, harbiychi tumoq, so'sar tumoq, qabi tumoq qatorliq 10 necha xildan oshadi. Uyg'ur do'ppalarining turi nihoyat ko'p. Badam do'ppa, Toshkent do'ppa, Gilam do'ppa, Manpu do'ppa, Tugush manpu do'ppa, Unchi do'ppa, Kalutun do'ppa, ilmi gullik do'ppa, Chiman do'ppa, to'r basqan do'ppa, Marjon do'ppa, Tojilik do'ppa, Qodoq do'ppa, Sidam duxav do'ppa va shapaq do'ppi qatorliq 100 xildan oshadi. Bu do'ppilar nuqul bosh kiyimli bo'lib qolmasdan, u yana bir xil go'zal san'at buyumi hisoblanadi.